Sizda qandli diabetni birinchi turmi yoki ikkinchi turmi? Agar sizga bu savol qiziq bo'lsa, bugungi video siz uchun. Assalomu alaykum. Men Yunusova Aziz Bahramna, oliy toifali endokrinologman va bugun diabetni turlari haqida ma'lumot berishni lozim topdim. Qandli diabetda bir necha tur bor. Birinchi turi bor qandli diabetni birinchi turi, ikkinchisi qandli diabetni ikkinchi turi va uchinchisi gestatsion diabet deyiladi. Bu turlarni farqlash va o'shanga qarab to'g'ri davolash mumkin. Agarda turida adashib qolinsa, davo ham noto'g'ri bo'ladi. Qandli diabetni birinchi turi bu oshqozon osti bezini umuman ishlamay qolishi, ya'ni unda ishlab chiqarilayotgan insulin umuman chiqmasligi yoki uni juda ham kam miqdorda ishlab chiqarish hisobiga organizmda insulin taqsilligi, ya'ni yetishmovchiligi hisobiga qondagi qand oshib ketadi. Bu ko'pincha bolalarda, o'smirlarda, yosh insonlarda paydo bo'ladi va ko'pincha bu genetik holat, ya'ni ota-bobolardan o'tgan kasalliklar hisobiga, keyinchalik esa stress, infeksion kasalliklar hisobiga paydo bo'ladigan kasallikdir. Qandli diabetni birinchi turida albatta insulin qabul qilish kerak bo'ladi. Ko'pincha qandli diabetni birinchi turi koma holatida yoki reanimatsion holatda aniqlanadi. Bunda insonlarda juda ham o'tkir ketish chiqadi bo'ladi va insonda peshob ajralishi ko'payib ketib, tez ozib, peshobda aseton hidi chiqishi boshlaydi. Bunday holatlarda juda ham holsizlik, hatto qimilla olmaslik darajasida yotib qolish, juda ham ko'p peshob ajralishi kuzatilishi mumkin va bu holatda qondagi qand juda ham baland bo'ladi. 15, 20, 30 gacha ko'tarilib ketishi mumkin va bunday holat faqatgina insulin terapiya yordamida davolanadi. Ba'zi bir holatlarda mendan so'rashadi, bolam bor, chaqalog'im bor, uni insulindan chiqarib berasizmi deb. Insulindan chiqarishi iloji yo'q. Hozirgi kunda qandli diabet faqatgina insulin bilan davolanadi. Keyinchalik esa insulinni yuborib turadigan sun'iy intellekt moslamalari o'ylab topilyapti. Keyinchalik bu insulinni yuborish yana ham osonlashadi. Lekin hozirgi kunda bolangizga insulinni vaqtida qilish bu sizga majburiyatdir. Chunki bolangiz agar vaqtida insulinni olsa, demak u sog'lom, u sifatli hayot kechiradi va uzoq vaqt yashashi mumkin. Insulin oldi degani bu bola kasalvon bo'ldi yoki u uzoq yashamaydi degani emas. U ham xuddi boshqa bolalarga o'xshab sog'lom va baxtli hayot kechirishi mumkin. Sport bilan shug'ullanishi, yaxshi ko'rgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi va keyinchalik juda ham kuchli inson bo'lishi mumkin. Misol tariqasida futbolist Peleni aytib o'tmoqchiman. U ham kichkinaligidan 11 yoshidan qandli diabet bilan og'rigan va o'sha paytdan insulin qabul qilishni boshlagan. Hozirgi kunda butun dunyo taniydigan futbolist bo'lib, o'ziga yarasha hayotda iz qoldirdi. Xuddi shu narsani boshqa qandli diabetda birinchi tur bilan kasal bo'lgan bemorlarga ham etishi mumkin. Sog'lom odamdagi chiroyli hayot kechirishi mumkin. Qandli diabetda ikkinchi turi bu butun dunyoda eng ko'p tarqalgan diabetda 80% qandli diabetda ikkinchi turi. Ikkinchi turi ko'pincha semiz insonlarda insulinga rezistentligi paydo bo'lgan insonlarda bo'ladi va bu insonlar agarda hayot tarzini to'g'rilashmasa, unda asoratli ketish mumkin. Lekin qandli diabet paydo bo'lgandan keyin, qondagi qand baland chiqishi boshlagandan keyin bu insonlar agar to'g'ri ovqatlanishsa, ya'ni shirin, xamir, yog'liq ovqatlarni iste'mol qilishmasa, kechqurungiga 6 dan keyin ovqat yeyishmasa va sport bilan shug'ullanishsa yoki kuniga kamida 10 ming qadam yurishsa, bu insonlarda qandli diabetni yengsa bo'ladi. Ayniqsa 40 yosh atrofidagi insonlarda hozirgi kunda juda ham ko'payib ketgan. 40 yoshga to'lgan yoki endi 40 yoshdan oshgan insonlarda kam harakatchanlik, ishxonasida stress ko'pligi hisobiga yoki hayotidagi stresslar hisobiga yoki ovqat juda ham ko'payib ketgani, ya'ni kechqurungi uyga borib juda ko'p miqdorda uglevodli ovqatlar iste'mol qilgani uchun qandli diabetda ikkinchi turi paydo bo'lyapti. Bu holatda agar qandli diabet endi aniqlangan bo'lsa, agarda siz hayot tarzingizni to'g'rilab qo'ysangiz, tuzalishingiz mumkin. Haqiqatda qandli diabet ikkinchi turi tuzalmaydi. Kitoblarda shunaqa yozilgan. Lekin hozirgi kunda biz nimani ko'ryapmiz? Qandli diabetda ikkinchi turda qondagi qandni remissiyaga tushirsak bo'ladi. Ya'ni oshqozon operatsiyasidan keyin 5 yillik remissiya aniq bor. To'g'ri hayot tarzidan keyin butun umrga remissiya aniq bor. Agar siz to'g'ri dorilarni qabul qilsangiz, remissiya aniq bor. Remissiya nima degani deysizmi? 6 oy davomida qondagi qandni umuman oshmasligi. Bu bizning tilda qandli diabetda tuzatdi degani.
Buni ham qilish iloji bor. Faqatgina to'g'ri dorilarni tanlash va to'g'ri hayotga rioya qilish natijasida kelib chiqadi. Demak, qandli diabet ikkinchi turi haqida gaplashib o'tdik. Qandli diabetni gestatsion turi. Qandli diabetning gestatsion turi bu ayollarda homiladorlik payti paydo bo'ladi va homiladorlik kattalashgan sari ayollarda tana vazni oshishi, organizmi homiladorlikka nisbatan reaksiyasi sifatida qondagi qand oshishi mumkin va bu holatda albatta dieta buyuriladi, lekin ko'pincha insulin yordamida qondagi qandni tushiriladi. Nimaga? Homilador ayolda asoratli bo'lmasligi uchun, farzandda asoratli bo'lmasligi uchun vaqtincha gestatsion diabetni normaga keltirib turish uchun insulin buyuriladi. Keyinchalik esa tug'ruqdan keyin bu holat to'xtatilib, ya'ni insulin qilmaslik mumkin. Lekin bu insonlar doim qondagi qandni tekshirib turishlik kerak bo'ladi. Agar sizda qandli diabetda birinchi, ikkinchi yoki gestatsion turi bo'lsa, sizni asosiy qiladigan narsangiz bu qondagi qandni har kuni 2 marta, ya'ni och qoringa va to'q qoringa tekshirishingiz kerak bo'ladi. Hayotda to'g'ri tarziga o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Ovqatlarni tanlab faqatgina sizga mumkinini yeyishingiz kerak bo'ladi. Iloji boricha kechki ovqatni to'yib qilmaslikka harakat qiling hamda ko'proq yurishingizni maslahat beraman. Agar sizda yoki ota-onangizda yoki yaqinlaringizda qandli diabet kuzatilayotgan bo'lsa, qabulimga yoziling. Albatta nazorat qilib, uni tuzatishga yordam beraman. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolaman. Keyingi videolar aynan siz yozib qoldirgan savollar asosida bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha